Assalomu alaykum aka ukalar, ag'ayin jamoalar, aynalar. Like bosing, gumburlatib turib, hali gruppa shunday padilitsa qilib qo'ying. Mumkin ko'rmagan, eshitmagan aynalarga bu полезно, foydali video. Mana eshitib olaylik-da. Avval men gapirmasdan oldin avval eshitsak juda zo'r bo'ladi-da. Biz o'zimizda o'sha qishloqning odamlari o'sha jiyilib turib, maylis qilib turib, shu narsaga kelishibdi ekan. Qarangda ayna. Assalomu alaykum hurmatli ag'ayinlar, quloqsangizlar. O'rtaq ayinlarda maylis qilib xalq qaror qabul qilibdi. Короче, nike, общий nike. Yosh bolalarga nikega boshqa talpa yo'q. Talpani kerak bo'lsa uyda qilib ovqating yesin. 5 ta nima bor ekan, mo'llaman qo'shilib, shofer asnasi общий 5 ta tamom nikega. Ayollarning hali kelishi ana shu ayollarning ham kelishi, qizning orqasidan kelinning to'lib keyin qudag'iylarni ham 5 ta tamom. Bo'lmasa 20 mingdan 30 minggacha ishtirof. Mana shuni ayting, общий gruppaga qaldar taylag'ining общий gruppaga tan barish, ya'ni общий bir 20 ming 30 ming samon расход bo'ladi. Ondan ko'ra shu ixcham bilan to'y qilib yaxshigina o'tkazsa, shu juda ham zo'r bo'ladi. Shunga yana bir narsani qo'shish kerak edi. Shu kelinlar kelganda bir bo'g'jama deyman, nima deydi, bir balaybatlar, bir katta qanarga o'xshagan latalari bor, ana shuning ichidagi o'yinchoqlari bor. 50 tin bir so'm. Shuning orqasidan ham janjallashib, urushib qoladiganlar ko'p. Ag'ayinlar bilan barda kelinlari to'xtatganlar ko'p. Shular bir juda ham bir g'alati narsa. Shuni ham agar qo'shib qo'yganda yana zo'r bo'lardi. Lekin gap yo'q. Juda ham hozircha shu qaror agar kuchga kirib xalqning ichida shu ishlanib ketsa juda ham zo'r bo'ladi. Lekin gap yo'q. Aynalar mana ko'rdingizlar, mana shu o'zimizning mana endi birinchi uca Yavandan boshlabdi deydi. Endi bu nafaqat Yavan, Tojikistonning hamma yerlarida ham uca bu qonun kuchga kiradi yaqin o'rtada inshaalloh. Ba'zan barodarlarimiz buna telefon qilib shu ma'noda bugun gaplashdik. Sinfdoshlarim deydi 70 kishi bir nikaga boribdi, 70 kishi. Bir maktabga 70 kishi siymaydi. 97 bo'ldimi, 97 2003 bo'ldimi, Ves qishloq 2003 yil ekan, 3 ta 4 ta uy bor. Lekin aynalar sizlardan iltimoski, mana shunday 5 kishimi, 5 kishi borsa, qishloq rais shunday tursa, agar lishni odamni chiqarib bersa. Misol uchun to'ylarning uyiga borsa, to'y qiladigan qiz tomonga borsa, qizning ota-enasi, misol uchun atalari uni chiqara olmaydi. Uyat bo'ladi deydi. Kuyov tomon bo'lsa, kuyovning do'stlari deydi-da, aytgani uyaladi. Lutchi mana shu rais mahalla agar shu to'yning boshida turdimi, nikada ham va yanaki shu nikada tursa, keyin keldim aytadi, o deydi 5 kishimi kim ol? Palancha pistancha, ha. Lishning davay chiqib ketdi desa, ana shu zo'r bo'ladi. Bu zo'r qonun bo'pti-da. Zakon desa zo'r bo'pti. Ham ko'pincha o'zimizning yelimizga va yurtimizdagi mana muhojirlarga yaxshi. Eli yurtga yaxshi-da. 5 kishi udobni. Bir to'y o'tkazamanda, bir nikah o'tkazamanda odamlar 1 yil ishlaydi shu nikah uchun, bir nikah uchun. Yana ekan bir narsani aytayki, hozirgi yoshlarning ko'payib, hali jo'giga o'xshab turib, kissasiga salafon saparadi ekan, jo'gi xaltasiga o'xshab. Salafonga yana shu haligi darsarxonga qo'ygandan hammasini tashib ketadi deydi. Yana bir yerda voqealar bo'ptiki, hali $500 zanaveskalarda uzib olib turib, hali zanaveskaga tuyib turib ketadi. O uyat bo'ladi. Lekin aynalar to'ppa to'g'ri qilasizlar, o'sha gazini bosingizlar, va shu qonun kuchga kirsin. Har bir qishloq raisi bo'lsa, shu nikada yana bir marta aytaman, tursin, 5 kishidan ziyod bo'ldimi, kirgizmasin, chiqarib bersin. Ham to'ylarga yaxshi, ham o yoqqa yaxshi, ham bu yoqqa yaxshi. Agar ishtirof qila berdimi to'ylarda, o to'ylarga ubitga bo'ladi. Baribir kuyov tomonidan kelganda ishtirof qilsa, kuyov tomonidan kelganda ketdi olmaydi. Kuyovim do'stlarini ketdi olmaydi. Lutchi qishloq raisi turib haydab yurtadi. Endi tushunasizlar degan umiddaman. Xulosa sizlardan like bosib, gumburlatib va kommentariyani chiroyli yozib qo'yingizlar. Qani yana nima haqida video qilaylik. O'zlaringiz asrangizlar aynalar, guruh padilsaqing. Assalomu alaykum. Muzaffarjon Suyunov yayraydi, kuylaydi. Qanday bo'lyapti? Assalomu alaykum. Ajor qanday? Shukr, xudoga shukr. Mazajman. Короче, metro katellik.
Улица Строителей, дом 2. Bani Haji o'zi tushuntirib o'tadi. Mana ter qanday bo'lyapti? Shu barqning shunday zo'rgan prema o'sha barqi 7-osmonda uchib ketadi. Poli kelib jinni Jinnichi, ha? Kelaverasizlar. Mashallah. Nasib bo'lsam, hijama pijamasi ham bor. Agar kimda kim Muzaffarbek Suyunovning nomidan kelsa, faqat juma kuni kelsa, bir kishiga Muzaffarbek Suyunovdan stikersi bor akalar. Faqat nima demoqchiman? Juma kuni bir kishiga. Maqsad kelaveradi. Bir kishiga emas, juma kuni 60 dan baland odam kelsa, 10 ta kelsa ham bepul qilib beramiz. Ana ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Muzaffarbek Suyunovning ko'rdingizmi? Qadrlari qancha bor? Kundan kunga ko'ra poli akangiz kuchayatir. Kelaysizlar, xudo xolasa. Maqsad Alloh yo'lida xizmat qilib beradi. 60 dan nariroq bo'lsa, yana yaxshiroq bo'lsa ham bir kishiga Alloh yo'lida xizmat qilib beradilar. Faqat Muzaffarbek Suyunovdan kelsalaringiz, jigarlar sizlar uchun stikersi bor. Inshaalloh. Ha, muomalasi bor. Juda yaxshi inson ajayna, maqsad professional pastaj. Professional. So'zga turib beradi. Yana keyin nima desam bo'ladi? Birinchi aytib o'tmoqchiman. Короче, bir narsasi bor, shulik bor, shulik. Shu kimningdir terasi qichiydi, yo bir narsa bo'lsa, bilan maqsad aqcha, paqcha, Ekzema bilan vaksina bilan jaralisi bo'lsa, kelaverasizlar, shulikni 2-3 marta qo'yadi ekan, shu licheniyasi bor ekanda. Shulikning shu licheniya ekanda, вообще shunday boshqalarga tanab keladi ekan. Shu prямо вообще, короче, inshaalloh baq xudodan kel, sabab emas, bir sababkor bo'lsa, yaxshi bo'lib ketsangiz. Inshaalloh, inshaalloh. Bu Arziyana Muzaffar, seni hech kim hujam qilgani yo'q, birinchi o'zim qilaman qara. Alloh menga nasib etyapti. men qo'rqaman-ku. Qo'rqmaysan endi. Birinchi marta qilishim qayerda nima demoqchiman? Payg'ambarimizning sunnatida maqsad shuning uchun ham bir qilay dedi. Maqsad bu dunyo bir o'tkinchi dunyoda, maqsad hammamiz bir kelib ketguncha bir bandamizda. Maqsad shuning uchun shu munosabatdan musofirlar uchun, musofir dindoshlarimiz uchun stikersi bor. Maqsad bizning nomimizdan kelsangiz, yana xudo xolasa juma kuni kelsangiz, maqsad yosh ulug' insonlar uchun mutlaqo tekin, yana yosh bolalar bo'lsa ham, ayol kishilar bo'lsa ham kunduz kuni maqsad juma kuni kelsa faqat bir kishiga bepul. Ro'ygon. Mutlaqo tekin deganmiz. Бесплатно. Mumkin ham bu ham faqat бесплатно. Agar ay 60 to'lab bo'lo ya odam farq نداره. Hamma ro'z juma biyo, barvaqtlar biyo, hijama бесплатно, buchka hammasi бесплатно, dush, push hammasi bo'ladi. Inshaalloh. Choy, chor 5 xil choy, kofe hammasi ugastik mekan. Hamma 100%. Yana jigarlar aytibdi, choy, kofe hamma narsa bor. Poli choydan короче, iltingenskiy choy bor. Ichasiz 7-osmonda ichasiz. Voh, deysiz. Pamirskiy choy. Ha, inshaalloh kelasizlar. Hozir Muzaffarjon hozir endi bu yog'ini olamiz. Davay. Hozir qanday kutsin.